Hurmatli akalar va chorva ishqibozlari. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan 7 bosh Rossiyadan kelgan Greenford novoslarimiz. Ichida bir dona sementali bor. Tozasi emas, semental gibrid. Qolgan hammasi Greenford novoslarimiz. Narx-navolar o'ta yengil. Hozir bir qator ko'rsatib narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Hammasi sog'lom. Bechalarda hech qanaqangi muammosi yo'q. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida 2 dona sementalga gibrid и Greenford g'onajilarimiz bor. Ichkarida zagonda turgan g'onajilarimiz. Narx-navolar keladigan bo'lsa, hurmatli akalar, bularning eng arzon narx-navosi kelasizlar ichidan 21,5 million so'mga o'z ajratib beraman. 21,5 million so'mdan o'z ajratib beraman bir dona. Eng zo'rini tanlab olaman degan akalarimizga 24 million so'm. Oxirgi narx-navosi 24 million so'mga yoqqanini tanlab olib ketaverasizlar. Kichkina mollar emas. 10 oylik atrofidagi novoslarimiz. Hammasi sog'lom, 10 oylik atrofida. Aloqaga chiqarsizlar, 7 boshda bir joyga olaman degan akalarimizga buni ham oxirgi narx-navosini aytaveramiz. Onaqa juda ham yiriklardan bor ichida. Oxirgi narx-navosi 23 million so'mdan xayriga o'tib beriladigan joyi bor. 23 million so'mdan ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Dastavkalarimiz alohida summa yoki kelishilgan holda bo'ladi. Aloqaga chiqarsizlar, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Faqat naqd pulga, variantga savdo yo'q. E'tibor berganingizdek, hammasi yeb turibdi. Ichida birorta cho'loq va aybi bori yo'q. Yuz mana yangi toza Greenford и sementalga gibrid g'onajinimiz bor. Aloqaga chiqarsizlar. Narx-navosi 45 million so'm xayriga o'tib beriladigan joyi bor, ikkalasi bir joyga bo'lsa. Semental g'onajimiz 20 kun bir oy bo'lgan qochganiga. Bunisi hali aniq emas. Aloqaga chiqarsizlar. Sotuvda 18-19 ta o'zimiz местный g'onajinlarimizdan bor. И plus yemga tashlashga tayyor o'zimiz местный novoslarimizdan bor. Undan ham adashmasam 20 talar atrofida. Aloqaga chiqarsizlar, ularda ham alohida videosi bor. Qiziqqan akalarimizga tashlab beraveramiz. Greenfordlarimiz narx-navolari 23 million so'mdan xayriga o'tib beriladi.